Kelingizlar sizlarga Misrdagi 5 ajib holatni tanishtirib o'taman. Birinchi e'tiborimizni tortgan holat bu albatta jamoat transportlarida, do'konlarda va deyarli hamma joyda Qur'onni baland qilib eshittirib qo'yishlaridir. Keyingi navbatda bizni hayratlantirgan holat bu deyarli hamma masjidda ayollar uchun alohida joyning mavjudligi va ular unda istagan vaqt namoz o'qiy olishlari. Va uchinchi holat bu yerdagi narx-navoning arzonligi va bizdan qancha farq qilishini boshqa videolarda ko'rsatamiz. Keyingi holat bu Misrning keng ko'chalarida yo'l belgilarining deyarli uchramasligi. Lekin bundan-da ajablanarlisi, haydovchilar juda ham hushyor, tezlikni yuqori darajada oshirib yuborishmaydi. Ya'ni avtohalokatlar bu yerda juda ham kamdan-kam sodir bo'ladi. Va eng oxirgisi Misrda daraxtlarning va gullarning qishin-yozin yam-yashil bo'lib ko'karib gullab turishi. Va bu albatta hammani ham hayratlantirsa kerak. Yana shu kabi Misr haqida qiziqarli va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.